Like tuzoqlari. Mening rasmimga ol. Zo'r chiqdi. Qani? Voy, chiroyli chiqdi. Chiroyli ekansiz. Uy zamonaviy ekan. 1 minutda 100 ta like oldi, qara. Oho, zo'r. Firibgarlar sodda foydalanuvchilarni suratlardan foydalanib, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlar ekan. Ular sizning hayotingizga zarar yetkazishi mumkin. Nima qilish kerak ekan? O'zingizni firibgarlardan qanday himoya qilasiz? Salom, men sizga internetdagi xavf va undan himoyalanish usullarini aytib o'tmoqchiman. Sizning fotosuratlaringiz noto'g'ri qo'llarga tushishi va bu noxush holatlarga olib kelishi mumkin. O'zingizni himoya qilishga yordam beradigan oddiy qoidalarni aytib o'tamiz. Profilingizni yopib qo'ying. Bu sizning fotosuratlaringiz va postlaringizni do'stlaringiz va yaqinlaringiz ko'rishi mumkinligini anglatadi. Rasmlaringizni begonalarga yubormang. U sizga do'st sifatida ko'rinsa ham tavakkal qilmaslik yaxshiroqdir. Notanish odamlarga o'ta shaxsiy ma'lumotlarni o'zida jamlagan fotosuratlaringizni yubormang. Tasavvur qiling, fotosuratingizni ota-onangizga yoki do'stlaringizga ko'rsatyapsiz. Agar bunga tayyor bo'lmasangiz, bu rasmlarni internetga joylamang. Esingizda bo'lsin, internetda hamma narsa abadiy qoladi. Ammo siz har doim xavfsizlikni tanlashingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilishingiz mumkin. Hammasi sizning qo'lingizda. Men profilimni yopib qo'ydim. Men esa shaxsiy suratlarni olib tashladim. Men likelarga qiziqaman va qadrlayman. Lekin bizni xavfsizligimiz muhimroq. To'g'ri aytasiz. Sizning onlayn xavfsizligingiz o'zingizdan boshlanadi.